Bugungi videomizda nima qilamiz do'stlar? Maktabga boramiz. Bugun maktab olamiz. Bu faqat shu bo'ladi xolos. Ikkinchi qism, uchinchi qismlar bo'lmaydi. Unaqa cho'zib o'tirmayman. Faqat shunaqa bo'ladi do'stlar. Xo'sh, ovqatlanib olaydi. Xo'sh, ana endi kiyim olaman-da. Ana endi maktabga ketamiz do'stlar. Narsalarim bo'lsa ana shu yerda qo'yib qo'yaman. Keyin oxirida bitta aylanamiz. Parkka boramiz do'stlar. Oxirida mana ikkita olma so'yaman. Birinchi batutga chiqaman. Keyin labirintdan o'taman. Shu bo'ladi. Xo'sh do'stlar, qani. Xo'sh, birinchi darsim nima ekan? Birinchi darsim matematika edi. Uyga vazifalarni qilib qo'yganman. Mana matematika, ruchka, qalamimni olaman xolos. Keyin bo'ldi shu. Xo'sh, ana endi ketdik. Mana matematika xolasi. Assalomu alaykum, ustoz. Ketamanmi? Ha, kir, joyingga o'tir. Xo'p, bola. Xo'sh, kim uyga vazifasini qildi? Men ustoz, men. Qani chiqchi, ko'rsat uyga vazifalarni. Yoki bo'lmasam aytib ber. Xo'p, bo'ladi ustoz. Birinchi mavzu 100 qo'shuv 100, uni javobi 200. 200 qo'shuv 200, uni javobi 300. Shu ustoz, shularni ishlaymiz. Yana bitta borsa yana ishlaysan. 300 qo'shuv 300, keyingisi javobi esa 400. Shu xolos. To'g'ri, balli 5. Joyingga o'tir. Xo'p, bo'ladi ustoz. Bir soatdan so'ng. Uxlama. Xo'p, bo'ladi ustoz. Bo'ldi, dars tugadi. Katta tanaffus. Do'stlar, yomon bir soat o'tirdim. Men qornim ham ochib ketmadi. Bolalar bilan gaplashaylik. Qalaysiz bolalar, nima haqida gaplashyapsan? Qalaysan? Bolalar nima haqida gaplashyapsan? Bugun parkka bormoqchi edik, lekin sen borsan bormaymiz. Nima? Hozir urib yuboraman. O'zingni bos, bo'ldi, o'zingni bos. Bor, ishingni qilaver. Yaramas do'stlar, ko'rdilarmi? Ular qo'ygan shuni. Sizlarga soat o'ynatdilar. Abjaqlarini chiqaraman. Mana ularga qopqon qo'yaman do'stlar. Hozir sekingina o'zini shkafiga kallachalab qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Xo'sh, bo'ldi do'stlar. Endi mana shunaqa narsalar bo'ladi. O'yinchoq. Ular xavotir olmaydi. Xo'sh, endi hozir keladi. Men bo'lsam bu yoqda turib turaman. Shkafimga borib narsalarimni olay. Nima? Bu nimasi? Kalla suyak. Qo'rqoq. O'zi qo'rqadi, uzrasiz. O'zi qo'rqadi, yana bizga ketdi. Assalomu alaykum ustoz, kirsam maylimi? Kiraver, joyingga o'tir. Xo'p, orqadan o't. Xo'p, bo'ladi ustoz. Xo'sh, unda darsimizni boshlaymiz. Xullas, darsni boshlaymiz. Sen videoni o'chir. 1 soat videosiz o'tirasan endi. Nima ustoz? Nega axir o'rningdan tur? Nega ekan? Doskaga chiq. Xo'p, bo'ladi ustoz. Videoni o'chir tezda. Nega ustoz? Yoki pauza qilasan, yoki o'chirasan. 1 soat videosiz o'tirasan. Bo'lmasam maktabdan chetlashtiraman. Nima? Xo'p ustoz. Do'stlar, videoni pauza qilib turaman. 1 soatdan so'ng. Do'stlar, bo'ldi. Javob berdi. Tugadi. Do'stlar, videoni o'chir deyapti. Do'stlar, nima
tushunmadim. Shuncha paytdan beri yurar edim videoni yoqib olib. Yurar edim, indamas edi. Bilmayman, shu safar bir soatlik darsga videoni o'chirib qo'ydi. Bilmasam endi do'stlar. Xo'p, bo'pti. Unda uyga deyman, lekin hazillashaman, chunki parkka borishimiz kerak, do'stlar. Yo, parkka boramiz, parkka. Ketdi, do'stlar. Xo'sh, restoranda ham o'tirsammikin o'qisanim. Ayo, sirtmas. Birinchi bo'lib batutga chiqaman. Pulini qayerga qo'yib qo'ysam bo'lar ekan. Pulini to'xtanglar, bugun hech kim yo'q. Shunchaki aylansam. Ha, pulini to'lamasdan shunday aylanaman. Zo'r bo'ladi, lekin do'stlar, hech kim yo'qligidan foydalanishim kerak. Bu o'g'rilik emas, do'stlar. Qara, labirintdaman, hozir o'taman. Ey, mana. Pling. Bo'ldi, o'tdi. Xo'sh. Do'stlar, qani. Ana endi nima qilsam ekan? Xo'sh. Zerikib ketdim, do'stlar, darsim tugagan. Konga tushamikan? Pulim ortiqcha, kumushga tashlashim mumkin pullarni. Do'konga tushamikan? Nima bu? Uyga kirib, qo'rqitsa bor ekan, qo'rqib ketdim. Unda barcha-barchaga xayr, do'stlar. Agar videolar yoqgan bo'lsa, like bosinglar, yoqmagan bo'lsa, obuna bosinglar. Barcha-barchaga xayr, do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat.